Assalomu alaykum shirinlarim. Bugun sizlar bilan eng mazali bo'lgan dimlama taomini tayyorlaymiz. Buning uchun bizga go'sht, piyoz, zelin, bolgarskiy sabzi va kapusta kerak bo'ladi. Qizib turgan qozonimizga yog' solamiz. Undan keyin go'sht solib yaxshilab qovurib olganimizdan keyin piyoz solamiz. Piyozdan keyin zelin solamiz. Sabzi, bolgarskiylarimizni solib yaxshilab qovurib olamiz. 1 osh qoshiqda tomat solamiz va tuz, namaklarni to'g'rilab olamiz. Undan keyin to'g'ralgan kartoshkalarimizni solib, kapusta solib, suv solib, dimlab qo'yamiz va olov tagini pasaytiramiz. Qarabsizki, 40-45 daqiqada ezilib, mazali bo'lib pishgan sochni dimlama taomi tayyor. Hammaga yoqimli ishtaha tilab qolamiz. Chef Fast Food kanaliga obuna bo'ling, kommentariya yozing va qanaqa yana retseptlarni kutayotganingizni aytib o'ting. Har doimgidek podachada biz zelin bilan foydalanamiz. Ayniqsa qish faslida zelin va mana shunaqa issiq taomlar juda ham yaxshi va foydali hisoblanadi. Hammaga yoqimli ishtaha.